Assalomu alaykum O'zbekiston. Men yana O'zbekistonga Buxoro viloyatiga qaytib keldim. Biz tuproq unumdorligini oshirishni boshlagan fermerning hojaligiga tashrif buyurdik. Bu yerda nima qilish mumkinligi haqida ajoyib misol bor. Birinchidan, u faqat diskdan foydalanadi. Bu minimal yerga ishlov berish degani va u tuproqni himoya qilish uchun yuzida ko'p organik materiallardan foydalanadi. Bu tuproqqa hayot bagishlaydi. Ikkinchidan, u ekishdan oldin gong sepadi. Orqa fonda aylanma sug'orish tizimi ko'rinib turibdi. U an'anaviy suv bostirib sug'orish o'rniga aylanma sug'orish tizimini o'rnatgan. Endi u suvni yomg'irlatib sug'orishni amalga oshiradi. Keling, keyingi yillarda qanday natija bo'lishini kuzatamiz. Kelgusi mavsumda ham bu yerga yana qaytib kelamiz va natijalarni ko'rib chiqamiz. Menimcha bu mamlakatingiz uchun kelajakka qo'yilgan yaxshi qadam. Abdulaziz aka, some questions. First of all, how many hectares under pivot you have here? Abdulaziz aka, savollarimiz bor edi. Pivotni siz necha gektarga o'rnatdingiz? Bitta pivot bir vaqtning o'zida 57 gektar yerni sug'oradi. Eng qisqa muddat 18 soatda 57 gektarni sug'ora oladi. Okay. And which kind of crops you testing under pivot still now? Qanaqa o'simliklarga hozir siz pivot bilan sug'orasiz? Biz kuzda tritikali ekyapmiz. Tritikalini yozda yig'ishtirib olganimizdan keyin takroriga don uchun don yo'nalishida makajo'xori ekyapmiz. And what was the yield from these crops? You can mention the yield. Qanaqa hosil oldingiz shu har bir o'simligingizdan sizda yil davomida? Tritikalidan gektardan 3 tonnadan don oldik. Takroriga ekilgan makajo'xoridan 5 tonnadan gektardan don oldik. Endi bu sal boshlanishiga kamroq tuyulishi mumkin, lekin yer ham hali unchalik hosildor emas. Unga o'g'it kiritib, yerning hosildorligini oshiryapmiz. Biz o'ylaymiz, kelgusida yana ham yer hosildor bo'lgan sari hosilligimiz ham oshib boradi. Hope. And what do you think is the good sides of using these pivots here in this desert area? Bu endi bizlarni cho'l ushlayotgan joyingizda yutuqli tomonlari pivot o'rnatganingiz qanaqa deb aytsangiz bo'ladi? Pivotni an'anaviy sug'orish usulidan yutuqli tomonlari juda ko'p. Misol uchun eng birinchisi notekis yerlarga ham o'rnatib sug'orish mumkin. Masalan, shu dalamizga, bizni bu dalamizni eng baland joyi bilan eng past joyini agar taqqoslasak, 7-8 metrni tashkil qiladi. Shu uchun bitta o'zi 57 gektar yerni sug'oradi. Notekis yerlarda ishlatsa bo'ladi. Misol uchun yerga ishlov berishda ham juda ko'p iqtisod qilinadigan joylari bor. Misol uchun yerni shudgorlash kerak emas. Buni birda diskli baranada bir marta haydab orqasidan ekiverish mumkin. Biror yerda biron joyda chel yo'q. Misol uchun suvchi bitta operator buni boshqaradi. Shunaqa afzal taraflari bor. Hop, mayli, rahmat. Sizga rahmat. Kanallarimizga obuna bo'ling. Yevropa qishloq xo'jaligi texnikasi va jihozlarini sotib olish uchun bizning raqamimizga murojaat qiling.